1 million so'm sarflangan BYD Champion Plus 2026 restyling. Videoda oxirigacha ko'ring, 1 million nimaga sarflandi. Biz aslida tonirovka, broneplyonka bilan shug'ullanamiz. Laboviga 15% tonirovka urib berganmiz. Koziroklarini bonus qilib kelib 1 million ichida. Idealniy darajada, xudo xolasa. Oldi eshiklariga 85% qora tonirovka urib bergan, hech qanaqa chang tushmagan ko'ringlar. Orqa qoraytirilgan, ustidan 100 urib berganmiz 1 million ichida. Xudo xolasa mashina masla 2026-yil restyling ko'rmaganlarga rolida o'zgarish sezdim, bir ikkita yana bilmadim. Qatlar o'zgargan, salon juda go'zal yoqadi. Rolni qaranglar. Ushlashga rosa qulay qilib berdi. Xullas 1 million so'mga bizni servisimizda, ya'ni Tuning Center servisida shuncha ishlar qilib berildi. 85% qora, oldiga tonirovka yaxshi, polusferaga hamyon bo'lgan plyonka, chunki qoraytirilgan ayni ustidan uraveringdilar. Shuning hisobiga 1 million so'm. Keyin bu mashinani o'ziga bu narx boshqa odamlarga 1 million 600 minggacha bo'lishi mumkin. Dogovorimizga qarab bu o'zimizni spetsialniy klientimiz 1 million so'mga chiroyli qilib berdik. Klientlarimizni har doim hurmat qilamiz, narxlar go'zal qilib beramiz. Ichi umuman ko'rinmaydi, standartdan bu o'tmaydi, qaytarib o'taman.